Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamizda qitinglar, ekranimizda bo'lsin. Xitoydan Turkiyaga tunji yuk poyezdlari yo'lga chiqdi. Türkiye Qatnash va Asti qurilma ministri Abdulqadir Uraloğlu Xitoyning Chongqing va Chengdu shaharlaridan muntazam poyezd qatnashi amalga oshirilishi doirasida tunji 2 yuk poyezdining 9-iyulda Turkiyaga qarab yo'lga chiqqanligini xabar qildi. Anadolu agentligining xabarida bildirilishicha, Uraloğlu yozma bayonotida mazkur poyezdlarning Turkiyaning o'rta koridor yuk tashish planida yangi bir davrni boshlaganligini ifodaladi. Uraloğlu yana poyezdlarning Xitoy ichida taxminan 3500 kilometr masofani besib o'tgandan keyin Turkiston Cumhuriyatlari Hazar bo'g'ozi va Turkiya ustidan Yevropaga yetib boradiganligini, poyezdlarning 2000 tonna yuk elib boradiganligini va har ikki poyezdning Qozog'iston chegarasidan o'tganligini bildirdi. Uraloğlu Tinch okean, Yevropa, Osiyo bilan Xitoy temir yo'llari o'rtasida yer shari qatnash koridorlari yig'inida imzolangan kelishim doirasida amalga oshirilgan mazkur planning Turkiyani Yevropa, Osiyo orqa saf ta'minoti zanjirining markaziga aylantirganligini ta'kidladi. Turkiyaning qatnash va aloqa asti qurilmasiga yaqinqi 23 yilda taxminan 300 milliard dollarlik mablag' solganligiga ishorat qilgan Uraloğlu 2002-yili taxminan 11,000 kilometr bo'lgan temir yo'l uzunligimizga 2251 kilometri yuqori sur'atli poyezd va tez poyezd yo'li bo'lish asosida taxminan 3000 kilometr qo'shdik. Temir yo'l to'g'ri uzunligimizni 13919 kilometrga ko'tardik. O'rta koridorni mumkin qiladigan milliy temir yo'l to'g'rimiz bu poyezdlarning Yevropaga uzilmay yetib berishini ta'minlaydi, dedi. Uraloğlu Xitoy bilan Turkiya o'rtasidagi bugungi saviyaning muzokaralar, hamkorlik tadqiqotlari va asti qurilma ziyoratlari natijasida bu nuqtaga yetganligiga ishorat qilib o'tdi. Beijingda may oyida amalga oshirgan muzokaralar va Istanbulda tashkillangan yer shari qatnash koridorlari yig'inining hamkorlikning tezlashishida halqaliq rol o'ynaganligiga diqqat tortgan Uraloğlu yilda 1000 poyezd nishoni bilan Yevropa va Xitoy o'rtasida Turkiyani markazga olgan uzilmas orqa saf ta'minoti iqimining ta'minlanishi maqsad qilinmoqda. Bu jarayon yolg'iz orqa saf ta'minotila emas, shuningdek davlatimizning geostrategik ishonch orili rolini mustahkamlaydigan bir qadamdir. Ham rayonlik, ham yer shari savdosida muhim rol elishi orqali krizis paytlarida ta'minlash zanjirlarini uzmaslik iqtidorimizni kuchaytiramiz. Taraqqiyot yo'li plani bilan davlatimiz uchun ham yuk tashish, ham energiya va raqamlik liniya jihatdan yaqinqi zamonlarning eng muhim orqa saf ta'minoti to'g'ri bo'lgan o'rta koridor Xitoy boshda bo'lish bilan birga yo'l ustidagi Osiyo va Yevropa davlatlari bilan qilgan va qiladigan hamkorligimiz bilan texmo taraqqiy qiladi, deganlarni so'zlariga ilova qildi. İsrailiya Suvaydaga qaytadan hujum qo'zg'adi. İsrailiya Suriyaning janubidagi Suvaydada zo'ravonlikni oxirlashtirish uchun Washington va Anqaraning yordami bilan hosil qilingan kelishimdan keyin shahar atrofini bombardimon qildi. Suriya taratqullarining xabariga asoslanganda Isroiliya urush aeroplanlari Suriyaning janubidagi Suvayda shahriga yangi bir qatimliq havo hujumi qo'zg'agan. Suriyaning davlat xabar agentligi Sana payshanba kuni kechda yuz bergan bu hujumning shahar atrofini zarba obyekti qilganligini bildirgan bo'lsa-mu, o'lganlar, yaralanganlar yoki kelib chiqqan ziyonlar haqida tafsiliy ma'lumot bermadi. Bu yangi hujum Suriya ichki ishlar ministrligining shaharda yangi bir urush to'xtatish kelishimi hosil qilinganligini jazmlashtirishidan bir kun keyin yuz berdi. Bu jarayonda Amerika payshanba kuni bayonot e'lon qilib, ittifoqdoshi Isroiliyaning Suriyadagi hujumlarga qarshi ekanligini bildirdi. Bu bayonot Washington va Anqaraning zo'ravonlikni oxirlashtirish uchun kelishim hosil qilishidan bir kun keyin e'lon qilindi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Tammy Bruce muxbirlarga so'z qilib, Amerika yaqinqi mezgildagi Isroiliya hujumlarini qo'llamadi. Biz ham hozirgi krizisni hal qilish, ham ikki egilik huquqli davlat o'rtasida mangulik bir kelishim hosil qilish uchun Isroiliya va Suriya bilan eng yuqori darajalik diplomatik aloqalarni olib beryapmiz, dedi. Bruce Amerikaning Isroiliyaga bu ahvoldan noroziligini ifodalamaganligi yoki kelgusidagi hujumlarga qarshi turib turmaydiganligi to'g'risida to'xtalishni rad qildi.
Amerika Tashqi ishlar ministri Marko Rubio Isroiliyaning Damashqdagi davlat mudofaa ministrligiga qaratgan hujumlarga munosabatli savollarga javob berib, o'zining andishalarini ifodaladi. Trump 100 dan ortiq davlatga qaratgan yangi boj siyosatini e'lon qildi. Amerika prezidenti Donald Trump yangi savdo siyosatining 1 avgustdan boshlab 100 dan ortiq davlatga qarata yo'lga qo'yilganligini, yaqin kelgusida dori va texnologiya mahsulotlaridan boj e'lonlanganligini aytdi. Trump Afrika va Karib dengizidagi kichik davlatlarni o'z ichiga olgan bir qism davlatlarga 10% dan yuqori import boji qo'yishni planlayotganligini bildirdi. Hamda Indoneziya bilan tuzilgan kelishimga asosan bu davlatdan Amerikaga kirgan mahsulotlardan 19% boj e'lonlanganligini e'lon qildi. Trump seshanba kuni muxbirlarga bergan bayonotida ehtimol hammasi uchun bir xil tamojni boji bekitamiz dedi va kam deganda 100 davlatdan kelgan mahsulotlar uchun 10% dan sal yuqori muqim tamojni boji e'lonlanganligini o'tirg'a qo'ydi. Mazkur tamojni bojlarining 1 avgustdan boshlab yo'lga qo'yilishi mo'ljallanmoqda. Amerika savdo ministri Howard Lutnick mazkur davlatlarning asosan Amerika savdo hajmida nisbatan tuvan ulushga ega Afrika va Karib dengizidagi davlatlar ekanligini, bu ahvolning Trumpning savdo tengpungsizligini azaytish yo'nalishidagi keng ko'lamlik nishoniga ko'rinarli ta'sir ko'rsatmaydiganligini bildirdi. Trump Indoneziya masalasida kelishimning aslida bekitilgan 32%lik nisbatan xilili tuvan ekanligini aytdi. U ommaviy o'rtoqlashish to'rbati Truth Social sahifasida bu haqda e'lon qilgan bayonotida kelishimning bir qismi sifatida Indoneziya 15 milliard dollar qimmatidagi Amerika energiya mahsulotlarini, 4 milliard 500 million dollar qimmatidagi Amerika yezi egilik mahsulotlarini va ko'pinchisi 777 tiplik bo'lgan 50 dona Boeing aeroplanini setib olishga va'da berdi, dedi. Trump kelar oydan boshlab yo'lga qo'yilgan tamojni boji nisbati to'g'risida 20 davlat va Yevropa ittifoqiga xat avatgan edi. Bu qatimqi boj to'lqini Trumpning aprel oyida e'lon qilib, bozorlarda davolg'ish paydo qilgan tarixiy yuqori import boji to'g'risidagi bayonotidan keyin o'tirg'a qo'yildi. Prezident Trump yana dori importidan mushu oyning oxirlarigacha yangi tamojni bojlari elinishi mumkinligini, bu masalaga munosabatli alohida bayonot e'lon qilinish ehtimolligining borligini bildirdi. Trump yana kompyuter o'zaklariga qo'yiladigan bojlarga o'xshash bir xil andizaning qo'llanilganligini, dastlabda texnik to'van nisbat bilan boshlanib, davlat ichi ishlab chiqarishiga sharoit yaratilgandan keyin bojning vaqtning o'tishiga ergishib o'stirilganligini so'zlariga ilova qildi. Suriya vaziyati keskinlashmoqda, Erdo'g'an ogohlantirdi. Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahu Golan egizligi bilan Jabal ad-Durzi oraliqidagi rayonlarning Suriya armiyasining kontrolligiga o'tib ketishining oldini olishga doir siyosiy tafsilotlarni oshkorladi. Netanyahu yana hukumatining Damashqning janubidan tortib Jabal ad-Durzi rayonigacha bo'lgan zaminni askarsizlashtirish siyosatini yo'lga qo'yganligini jakarladi. Netanyahu so'zida biz aniq bir siyosatni bekitdik. U bo'lsa-mu Damashqning janubidagi rayonni, ya'ni Golan egizligidan Jabal ad-Durzi rayonigacha bo'lgan zaminni askarsizlantirish. Bu bizning birinchi mudofaa sepimiz, dedi. Netanyahu so'zini davomlashtirib, ikkinchi sepimiz bo'lsa Jabal ad-Durzi rayonidagi Durzilarni qo'g'dash, degan va Suriyaning Suvayda viloyatiga joylashgan hamda Jabal al-Arab yoki Jabal Havran deb atiladigan dengiz yuzidan 1800 metrdan oshadigan egizlikdagi o'nlagan yezi bozorni o'z ichiga olgan tog'liq rayonni tilga oldi. O'zining Suriyadagi Durzi asonliqlarining homiysi ekanligi haqidagi yolg'on da'volarni takrorlagan Netanyahu bu ikki yo'nalishlik pozitsiyaning Isroiliyaning siyosiy sifatida davomlashadiganligini ta'kidlab, Damashqning janubiga harbiy kuch o'rinlashtirishga va Jabal ad-Durzidagi Durzilarning ziyon zahmatga uchrashiga qat'iy yo'l qo'ymaymiz deganlarni qayd qildi. Suriyadagi nupuzliq Durzi arboblari chet elning aralashishini ayblaydiganligini, bo'lgunchilik va ayrimchilikni rad qilib, birlikka kelgan Suriyaga bo'lgan sadoqatini qayta ta'kidlaydiganligini bildirib, o'rtaq bayonot e'lon qildi. Payshanba kuni yana Turkiya Cumhuriyeti prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Tel Avivning Suriyaga qaratgan uzluksiz tajovuzchiligini ayblab, Isroiliyaning rayondagi vaziyatni o'z qilmishlarini oqlash uchun suiiste'mol qiladigan qonun-qoida tunimas, prinsipsiz, erka va haddidan oshgan bir terror davlati ekanligini bildirdi.
Erdoğan yana İsrailiya Durzilarni bahana qilib, bulangchilik maydonini yaqinqi 2 kundan buyon qo'shnimiz Suriyaga yo'tkidi. Hozirgi bosqichda rayonimizdagi eng cho'ng masala İsrailiyaning tajovuzchiligidir. Agar bu alvasti darhol to'xtatilmasa, oldi bilan rayonimizni ondan butun dunyoni o't yalqiniga tashlashdan yonmaydi, dedi. İsrail Dürzileri bahane ederek haydutluk sahasını son 2 gündür komşumuz Suriye'ye taşıdı. Şunu bir kez daha açık ve net söylemek isterim. İsrail hukuk tanımaz, kural tanımaz, ilkesiz, şımarık, şımartılmış ve gözü dönmüş bir terör devletidir. Hürmetli görürmenler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. İnşallah atiki programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.